Ramazon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz ko'ruvchilar, aziz binandalar, aziz xayrixoh yigitlar, buruz bizlar. Moy muborak Ramazon 15-lamchi ro'zadir. Bizlar keldigina ham bir silsila sarbihoy oilalarga bir g'arib oila bor deb sho'rga qariyador sohibi zang urdi. Bizlar sarbiga keldik. Inshaalloh ta oxir tasvir, oxir barnomamizda bilan inshaalloh faromush qilmang, ko'ring. Do'stlar, boramiz ichkariga, bu oilani ahvolini so'raymiz. Nima mushkuloti bor? Inshaalloh mushkulotlarni inshaalloh tasvirga sizlar bilan sharik qilamiz. Keldi Ramazon, muslimlarga basharat, jannat. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'ruvchilar, aziz binandalar. Bizlar mana yetib keldik bu oilani. Yag'dan mana keldik. Mana Azratqul akamiz bilan shu oilani hamsiyasi bo'ladi. Shohidi hol bu iqtisoddan xila zaif ekan. Bu 15-lamchi moy muborak Ramazon. Aniz 15 ro'z bo'libdi. O'zlari ham ro'za, onizgacha qazani qaynagan yo'q shularni. Shunda bir oila ekan. Bularni o'zlaridan so'raymiz, nima mushkuloti bor. Inshaalloh eshitasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizlar mana Xo'jaduku Boston safasidan bu xayrixoh yigitlar tasvirga sadoyingizni eshitib o'ltiribdi. Bu moy muborak Ramazonga ojiboba har mushkulotingiz bo'lsa, mushkulotlaringizni ayting, qanday o'tadi, ro'zg'oringiz qanday o'tadi? Shularni ma'lumot bering. Ro'z saxtlik bilan o'tadi. Qiyinlik bilan, amsalarimiz qarab, bechoralar mana shular non harakatib bir o'tiribdi. Ikkita mayda qizim bor, bir qarri kampirim bor. Ro'zim mushkulot saxt, o'tiram yo'q, igana harakayam yo'q. Qiyinlik bilan o'tib yuribdi. Bir o'lib tirilib yuribmiz, hech saat yo'q bularda. 4 nafar non xo'roz qamiz ham tayyorlab berib yuribdi bechoralar. Xanasabat. Ana mushkulotimiz shular. Bu o'g'il yo'q ekan, o'g'illar taylab ketib chiqib ayrilib, xotinlar Iran ketdi hammasi ham. Bir tasa va qaynonasi ko'cha qaramayman deb o'lsam ham deydi. O'li kavdam kerak yo'q, xotinni ham olib Iran ketdi. Ketgani 5 yil bo'ldi, 5 yilda 5 yil pey bergan yo'q. Maydonga qoldi. Xudo mervon ojoba bu moy muborak Ramazonga qanday o'tadi ro'zg'oringiz? Bu yerda zotlaringiz bormi? G'un, non, bu gaplaringiz bormi? Hech zot yo'q, mazaz qamiz tunapallar beradi bechoralar. Azratqul polvon, Amanboy. Mana hamsalarimiz qarashib o'tiribdi. Murogi beradi, o'g'il samami beradi. Nonami berib o'tiribdi. Shu qarab o'tiribdi bechora, xanasabat bo'libdi, ko'pay yapıyorsun. Xudo umrini uzoq qilsin, ham rost yarimdagi. Qani shu raqamni o'zini o'tirib chiqarsak, qanday qilamiz? Xudo buni o'tadi. Musulmonga rahmat keladi. Xudo mervon gaplaringizni eshitib o'ltiribdi. Xayrixoh javonlar, tujjorlar. Inshaalloh tasvirga ko'rib sizga hamkorlik, ko'mak qilsa inshaalloh vasila bo'lamiz, olib kelamiz. Har narsa guzoranizga zarurati bor. Ilohim, sar Xudo umrlarini uzoq qilsin. Xudo sizlarga obro' berib yashab yuringlar. Xudo umrlarini uzoq qilib do'lib, ko'payib yuringlar, joyli bo'lsanglar, qo'y qo'ziday. Xudo sizlarga obro' bersin, umrlaring uzoq bo'lsin, yoshlaring uzun bo'lsin. Bir qaribga shunda ko'mak qilsaydilar. Xonalaring obod. Aziz do'stlar, aziz ko'ruvchilar, ko'rasizlar mana ularni eshitdingizlar. Bu moy muborak Ramazonga xila ro'zg'or o'tkazmoq mushkul ekan. Vaqian bir zarrati bor ekan sizlarning ko'maklaring aziz do'stlar. Har yaklaringda chidoqil va xorij musofir bachalar, vatandorlar, vatan do'stlik qilinglar, dilso'zlik qiling. Shu oila, shu ojibobazni ro'za o'tmoq xila saxt ekan, mushkul ekan. O'zi bilan 4 nafar nonxo'r ekan, o'g'il tashlab ketgan. Bir taklifdan qutulmayman, bir balo topilgan jorimga. Shunga davoy pul topolmayman. Doktorga ham bordingizmi? Doktorga bordingizmi doktorga? Doktor barga pulim ham yo'q, bu bechoralarda ham ko'mak qilib. Ojoba Xudo mervon, inshaalloh doktorlik mushkulotingiz ham bor ekan, inshaalloh ko'rib o'ltiribdi, eshitib o'ltiribdi. Doktorga ham inshaalloh qarashtiramiz sizni. Aziz do'stlar, hamkorlik ko'mak qiling, inshaalloh bizda vasila bo'lamiz. Bu oji bobamizni
qo'llaringizga oling. Bu moy muborak Ramazonga bir savobdan 1000 savob olasizlar. Lakho savob olasizlar. Moy muborak Ramazon purbarakat oylaridir do'stlar. Faromush qilmang do'stlar. Bir aqlaringizga duo ham olamiz. Inshaalloh duosidan so'ra, inshaalloh faromush qilmang. Shu oilalarni hamkorlik qiling, inshaalloh bizlar vasila bo'lamiz. Amin. Xudo umrlarini uzoq qilib yashab yuringlar. Xudo qo'y qo'zi ko'payib, doğulup tasib berib, Xudo sizlar obro'y bo'lib, o'g'il qizlarim to'y bo'lib, tomosha bo'lib bersin. Allohu akbar.